Mana ustoz. Ha, yaxshi. Barakalla. Yelimladingmi? Endi mana bunisini yaxshilab tekshirib chiq. Diqqat bilan tekshirib chiq. Zo'r bo'pti. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kel o'g'lim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ada. Ada! Nima? Iltimos qilaman. Shu kasbingizni, shu ishingizni tashlang. Mahallada gap so'zga qoldim. Otang birovlarning oyoq kiyimini tozalab yuribdi deyishyapti. Yig'ishtiring iltimos. Ha, endi siz katta odam bo'lib ketdingiz-da. Gap unda emas. O'zimni oyoq kiyim chiqaradigan zavodim bor, zavod. Siz bu eski oyoq kiyimlarni tikib o'tiribsiz. Nima kerak sizga? Pulmi? Men oyog'ingizni ostiga sochib tashlayman o'sha pulni. Ha o'g'lim, menga pul kerak emas. 40 yildan beri mana shu joyda ishlayman. Mana bunga o'xshagan shogirdlarim bor. Buni ham kimdir davom ettirishi kerak. Adajon, men sizni hurmat qilaman. Lekin yaxshi gapni tushunmayapsiz. Shaxsan o'zim mana shu joyingizni buzib tashlayman. Boshqa bu joyda o'tirmaysiz. Gap tamom. Ustoz. Sardor, ustalaring ertadan qolmasin, kesin bitsin, tamom, tushundingmi? Ustoz, nega o'g'lingizni yomon ko'rasiz? Ey bolam. Qaysi ota o'z o'g'lini yomon ko'radi? Men uni jonimdan ham yaxshi ko'raman. O'zing o'yla. Mana shu oyoq kiyimni ipidan ignasigacha qayerdan o'rgangan deb o'ylaysan? Axir mana shu yerda katta bo'ldi, shu yerda o'rgandi. Endi bo'lsa, mensimayapti. Menga qara. Mana bu daraxtni ko'ryapsanmi? Katta daraxt, ha? Mana shu mevalari. Daraxtning ildizini pisand qilmay qo'ysa, nima bo'ladi, a? Daraxt qurib qoladi. Ha, barakalla, barakalla. Buni sen tushunyapsan. Lekin ba'zi birovlar tushunmayapti, o'g'lim, tushunmayapti. Katta bo'lib qoldi-da. Mayli. Qani qo'lingni berchi. Voy, ustoz, nima bo'ldi? Mana shu bel og'rig'i hech qo'yvormadi-da. Hozir. Mana ustoz. Buni qayerdan olding? Bu sizga. Axir bu qimmat-ku. Narxi muhim emas. Muhimi e'tibor. Shunaqa-yu, to'g'rimi? Ha, buni sen tushunasan. Lekin ba'zi birovlar tushunmayapti. Ha, baraka top o'g'lim, baraka top. Buni o'zim olib kirib qo'yaman, xo'p? Yo, to'xta. Qani? Ilohi omin. Farzandlaring doimo e'tiborli bo'lsin. Seni xohishlaringni hurmat qilsin. Farzandlar otasini tushunadigan bo'lsin. Doimo e'tiborda bo'lgin. Farzandlarning orzu-havasini ko'rgin. Jamiki orzu-havaslaringga yetib yurgin. Amin. Allohu akbar. Mayli, ustoz, men bilan o'zim olib kirib qo'yaman. Ha, yaxshi. Kel o'g'lim. Meni kechiring. Otalar farzandlaridan xafa bo'lishmaydi. Ularga shunchaki e'tibor kerak, o'g'lim. Endi ada mana shu ustaxonangizni tey-tugi bilan buzib tashlaymiz. Nima? Yo, buzib, boshqa yoqqa ko'chirib, kattaroq qilib qurib beraman demoqchiman. Ha. Bo'ladimi? Rahmat, baraka top.